ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Allah Rabbimizga hamd sanadan maqtav. Anardan boshqa ilohi yo'q. Sevgili payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, so'nggi payg'ambarga salovat sharif erishsin. Biz Ramazon oyina kirishdik. Ramazon oyi muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allah Rabbimiz shu muborak oyni har bir ishlagan izgilik uchun ajrni orttirib berar. Bu ayda Qur'on indi, bu ayda Qur'on o'quvchiga Rabbimiz azza va jal bir harf uchun 10 ajrga orttirar. Istama. Qur'on Karim qiyomatda shafaqat bo'lib bizga kelir. Biz turmushimizda yilina 5-6 kitob 12, 30, 50, 100 kitob o'qiymiz. Lekin ular orasida barmi shunday kitob, qaysini o'qigan uchun bir harfi uchun, bir so'zi uchun da tugul, bir jumlasi uchun da tugul, bir harfi uchun 10 ajr savob olamiz. Bu g'adi oyda, Ramazon oyida Qur'on o'qigan uchun ul ajr savob yangidan ortadi. Allah Rabbimiz bizga baribizga da Qur'on o'quvchilardan bo'lirga nasib etsin. Kelajakda Qur'on o'quvundan so'ng biz o'zimizga, marhumlarimizga izgi duoda bo'lsa edik. Istama ayta turgan so'zim ne narsa? Kitaplarda kela zo'r g'alimlar, baylar o'zlarining turmushlarini İslam yolu bilan beyleyen bendeler vakıfqa alıp kitap kaldıra idiler. Köpçelikte ol vakıfqa Kur'an kaldıra idi. Mesela satıp ala bir kitap Kur'an Kerim, Kelam Şerif. Şunu yazıp koya. Mesela Abdurrahman oğlu Abdurrahim. Nan vakıf bulsun. Meşitke getirip koya. Yaki medresege itip bire. Yaki okumışlı kişilerge kaldıra. Hem bu bende barımızda bu dünyada mengelik tügül. Kayşandır Rabbimiz huzuruna kaytayacakmız. Şunda bu bende ölüp gite. Ölüp gitkenden soň her bir okugan ecir harif üçün ecir sevap kile. Barzakta kabirde yatkan vakitte da. Bu aytila vakf. Bizde özümüzün köşemizni koyup şu vakıfta qatnaşsa idik. Yaki birer şakirtni o'qirga jibarsa idik. Zakati bizni beribmi, g'adi sadaqa beribmi, bu bik izgi ish. Allah Rabbimiz barimizni da Qur'on o'quvchilardan bo'lirga nasib etsin. Baribizga da şu aytgan so'zlar bilan kullanıp izgilikte bulurga nasip etsin. Ve aqulu qawli hada ve astaghfirullah li ve lakum ve lisairil cemaatil muslimin innehu huves semi'ul alim el cevadul kerim es semi'ud dua'ul azim.